Hammaga salom bolalar. Men sizlarni nimaga bu darsni ko'rayotganinglarni bilaman. Qanaqa muammolar borligini ham prekrasno tushunib turibman va o'sha muammoni yechishni ham yo'llarini обязательно ko'rsataman. Faqat qilish kerak bo'lgan narsa обязательно videoni oxirigacha ko'rish kerak. Videoni agar oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, men sizlarga bonusni ham beraman. Aynan o'zimning nomimdan. Bugun ushbu videoda nima haqida gaplashamiz deb so'rayotgan bo'lsanglar, men sizlarga aytaman. Birinchi bizning mavzuyimiz nimaga ko'pincha erkaklar o'z hayotini yashamaydi? Bu narsani biz sizlar bilan hozir gaplashib, tushuntirib ko'rib chiqamiz. Maktab, ota-ona va atrofidagilar xarakterini qanday sindiradi erkak kishini? Nega motivatsiya umuman ishlamaydi? Intizom yo'qligi eng katta sababi nimadaligini ham gapirib chiqamiz. Nega qizlar ko'pincha yigitlarga qiziqishni yo'qotadi? Ko'pinchagi qiziq bo'lgan temalar. Ajrashishdan keyin erkaklarning eng katta xatolari haqida gaplashamiz. Nega ayrim yigitlar pulsiz ham, statussiz ham hurmat qozonish haqida gaplashamiz va qanaqa qilib bu narsani qilish kerakligini ham tushuntirib o'tamiz. Haqiqiy xarizma nima va uni qayerdan paydo qilsa bo'ladi? Nega ishonchni motivatsiya va affirmatsiya bilan oshirib umuman bo'lmaydi? Buni ham sizlarga tushuntirib o'taman. Qanday qilib boshqalarning fikriga qaram bo'lmaslik haqida gaplashamiz. Nega aynan siz hayotingizni doim ertaga qoldirishingiz sabablarini ko'rib chiqamiz. Qanday qilib hamma uchun qulay odam bo'lishni to'xtatish mumkinligini ham gapirib chiqamiz. Nega yaxshi bolalar ko'pincha yutqazish haqida gaplashamiz. Qanday qilib 2 barobar ko'p ishlamasdan turib, lekin 2 barobar ko'proq pul topish haqida ham gaplashamiz. Aynan shu tema ham juda qiziq bo'ladi. Maqsadlarini to'g'ri qo'yish va ularga erishish yo'llarini gaplashib chiqamiz. Qaysi odatlar erkaklarni har kuni sekin-sekin yo'q qilish haqida gapiramiz. O'quvchilar natijalari va haqiqiy o'zgarishlari haqida gaplashamiz. Aynan mana Bosrom Telegram kanalim bor edi. O'sha Bosrom Telegram kanalidagi haqiqatan ham o'zgargan bolalarning natijalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Agarda shu temalar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarni bitta qiladigan ishinglar prosta choy damlab o'tirib ozgina mana eshitishinglar kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar обязательно, chunki bonus darsi bor. Aytib o'tganimdek, Xudo xolasa sizlarga yoqadigan umiddaman. Xo'p, nimaga o'zi sani eshitishimiz kerak degan savollarga javob. Birinchidan o'zi Reels'dan ko'rib YouTube'ga o'tganinglarni o'zi katta gap. Bekordan bekor emas. O'zinglar ham bilasizlar nimagaligini, lekin baribir aytib o'taman. Meni ism familiyam Amir Saliyev. Yoshim 24 va shu yoshgacha men ko'p etaplardan o'tib kelganman. Va qachondir ham men ham xuddi sizlarning o'rninglarda bo'lganman. Menda ham muammolar bo'lgan. Qizlarga qaram bo'lib qo'yganman, birovning gapiga qaram bo'lganman, latta pozitsiyada bo'lganman, emotsiyaga ko'p berilganman, maqsadim nimadaligini bilmaganman, disiplinamni to'g'rilamaganman, jismoniy tanamga umuman qaramaganman. Va hokazo boshqa muammolar juda ko'p bo'lgan. Va erkak kishida haqiqatan ham qanaqa muammolar borligini, qanaqa muammolar uni hayotida xalaqit berishini ham men bilaman. Va aynan shu uchun ham ushbu videoni yozyapman. Videoni oxirigacha mana ushbu muammolarni gaplashib chiqib, sizlar bilan yechimini topishga harakat qilamiz. Bilasizlarmi, meni paytimda, именно o'zim o'zgarmoqchi bo'lgan paytimda yonimda hech qanaqa odam turadigan bo'lmagan. Misol uchun Amir mamini qil, mamini qilma deb o'rgatib turadigan odam bo'lmagan. Bu narsaga o'zim kelganman. Shuning uchun ham menda 2 yil vaqt ketgan o'zgarishim uchun. Lekin sizlarda unaqa emas. Sizlarda, к счастью, mendagi odam bor. Men sizlarga butunlay o'sha o'zim o'tgan, menga yordam bergan yo'llarni ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Xudo xolasa sizlarda 2 yil emas, 1 oy o'zi ham yetishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, men sizlarga bittalab tushuntirib o'taman. Kelaylik xos temalarni bittalab ko'rib chiqamiz. Nima sababdan hozirgi zamondagi erkaklar o'zini xohlagan hayotida yashamayapti? Bu shaxsan o'zimning fikrim. Bu narsaga ko'plab qo'shiladi degan umiddaman. Men o'ylashim bo'yicha shu hozirgi zamondagi erkaklar mas'uliyat nimaligini esdan chiqarib qo'ydi. Chunki hayot slishkam komfortniy bo'lib ketdi. Bundan olib qaraydigan bo'lsak, hamma narsa oson. Hech qanaqa harakat qilish kerak emas. Bizani o'zi в целом butun dunyo hozirgi zamon bu narsaga o'rgatyapti. Qanaqadir informatsiya bilmoqchi bo'lsangiz 5 sekund ichida telefonda bilsangiz bo'ladi. Nimadir yemoqchi bo'lsangiz chiqaqqa chiqib, nimadir qarab, borib, unaqa qilib o'tirish kerak emas. Shunda telefon qilasizlar, o'zi olib kelib beradi. Даже telefon ham qilish shart emas. Prosta programmaga kirib olsizlar, tanlab olsizlar bo'ldi. Sizlarning eshigidan tagigacha tayyor ovqat topib kelyapti. Bu komfortniy zona hammamizni mas'uliyatimizni yo'qotishga harakat qilyapti. Va erkaklar komfortga o'rganib qolishyapti. Aynan shu komfort hozirgi erkaklarni kuchsiz qilyapti.
Va nafaqat komfort, undan tashqari biz o'qigan maktabimiz, ota-onamiz, undan tashqari bizning yon atrofdagi odamlar ham bizani shu komfortga o'rgatib qo'yapti. Agarda biz qaraydigan bo'lsak, maktabda hech qachon sizlarni nimagadir erishishni o'rgatmaydi. Qanaqadir maqsadlarga erishishni, o'tda nabarot, ularni aytganini qilishni, ularga hech qachon yo'q demaslikni, qo'rqishni, uyalishni o'rgatishadi. Ota-onamiz ham xuddi shunaqa. Hammaniki emas, lekin ko'pincha ularni yashagan zamonida polностью programmirovat qilib kelishgan. Hozirgi zamongacha bu narsa pokoleniyadan pokoleniyagacha o'tyapti. Aynan shu xarakter. Hozirgi zamonda ota-onamiz gapiradigan bo'lsa, unaqa qilma, mana bunaqa qilmay qo'ya qol, mana bunaqa qila qol, mana bunaqa qilmay qo'ya qol. Nima qilasan unga pul to'lab, nima qilasan unga pul tikib, o'xshamasachi, o'xshasachi. Mana shunaqa narsalar sizlarni kuchsiz qilib qo'yadi. Agarda sizlar haqiqatan ham ularning gapiga kiradigan bo'lsanglar, ko'p narsaga erishmasligingiz ham mumkin. Aytganimdek, men hammani ota-onasi haqida gapirmayapman, lekin ko'pchiliklar hozirgi zamonda shunaqa. Shaxsan men o'zim ko'rganman. O'g'il bola yonyapti, bitta narsa bilan shug'ullanmoqchi, lekin uydagilari yo'q uni qilma, yo'q mana buni qilma, yo'q mana buni qilma deyshadi. Akaga o'sha bola hech nimaga mabodo erishmay qolsa, keyin kelajakda ota-onasi aytadi. Men tushunmadim. Nimaga sen hech nimaga erishmading-de, lekin mana dugonasini o'g'lini qizi yoki qizini o'g'lini o'g'li katta narsalarga erishdi. Nima sababdan deyshadi keyin. Boshida o'zligi sizlarni programmirovat qilib, qo'rqitib qo'yib, undan keyin yana sizlardan talab qilishadi. Bizning yon atrofimizdagi odamlarda ham xuddi shunaqa. Yon atrofimizda agarda biz debillarni konkretni yig'gan bo'lsak, 100% sizlar aqlli odam bo'lib chiqasizlar degani emas. Yon atrofimizga ham konkretni qarashimiz kerak. Hozirgi bolalar bu narsani umuman o'ylamaydi. Ularning xayolida faqat nima? Kayf sapo, kunini o'tkazsa va kuniga 150 ming, 200 ming so'm cho'mchagida qanaqa qilib tursa bo'ldi. Shu narsani o'zi yetadi. Bitta gap bilan komfortga o'rganib qo'ygani haqida gapiradi. Va aynan shu uchun ham hozirgi zamondagi bolalar o'zini xohlagan hayoti bilan yashamaydi. Chunki ularning maqsadi juda yuksak, juda katta, lekin qilayotgan ishi maksimum lavashga yetadigan pulni topish. Keyingi mavzuyimiz motivatsiya. Nimaga motivatsiya umuman ishlamaydi? Sababi oddiy. Motivatsiya bu faqatgina emotsiya. Emotsiya keladi, ketadi. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, men sizga tushuntiraman. Sizlar kechqurun o'tiribsizlar, YouTube'da qanaqadir kachok odamni ko'ryapsizlar, например, jismoniy ta'minotni kuchaytirmoqchisizlar. Kachok odamni ko'ryapsizlar, kachok odam chiqib sizlarga motivatsiya berib yotibdi. U mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi. В моменте emotsionalniy передоз bo'lgandan keyin sizlar bu narsaga ishonib, haqiqatan ham joyida harakat qilib ketginglar keladi. Lekin bitta uxlab turasizlar, ertasi kuni umuman boshqa odamsizlar. Yana eski holatingizga qaytasizlar. Nima sababdan? Потому что aynan sizlar bu videoni ko'rayotganingizda, bu gaplarni eshitayotganingizda sizlar emotsiyaga ko'proq berilasizlar. Uxlab turganingizdan keyin bu emotsiya yo'qoladi. Потому что emotsiya yo'qolish xususiyatiga ega. Va aynan shu uchun ham disiplina juda muhim narsa. Lekin nimaga ko'pincha odamlarda disiplina yo'q? Chunki hozirgi zamondagi bolalar haqiqatan ham o'zini maqsadlarini unchalik yuksak deb hisoblamaydi. Ularning maqsadlari shunchalik darajada muhim emaski, что ular maqsadidan ko'ra komfortni ko'proq tanlaydi. Mana sizlarga bitta primer aytaman. Agarda sizlarga haqiqatan ham yashayotgan hayotingizda diskomfortni bo'lganda, sizlar даже majburlab bo'lsa ham o'zingizlarni turardinglar. Mana tasavvur qilaylik, ko'mir. Mana yonib turgan ko'mir. Agarda shu ko'mirga sizlarni yotqizsa, например, sizlar u ko'mir ustida qancha yota olasizlar? 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund. Keyin sizlar turib ketasizlar. Nima sababdan turib ketasiz? Chunki sizlarga ko'mir ustida yotish maksimal darajada diskomfortli bo'lgani uchun. Va aynan shu uchun ham hozirgi bolalar harakat qilmaydi. Chunki ular yashayotgan hayoti komfortni. Yashayotgan hayoti komfortni nima sababdan? Потому что erishmoqchi bo'lgan maqsadlari unchalik u uchun важный emas. Agarda haqiqatan ham erishmoqchi bo'lgan maqsadlari muhim bo'lganda, u odam hech qachon bunaqa yotmas edi. Hech nima qilmasdan o'tirmas edi. Maqsadlariga erishishga harakat qilardi. Va aynan shu videoda men sizlarga o'sha maqsadga erishishga yordam beraman. Endi esa keyingi mavzuga o'tamiz. Nima sababdan ko'pincha qizlar sizlarga qiziqishini yo'qotadi? Shu savolga qachondir o'zingizlar javob berganmisizlar? Men sizlarga javob beraman. Ko'pincha qizlar erkaklar sezmaydigan narsani ham sezadi. Erkaklar даже qizlar sezishini ham bilmaydi. Tasavvur qiling, bitta bola qanaqadir qiz bilan gaplashyapti. U qiz bu bolani yoqtirib qoldi. Bo'ldi. Mana xarakteri yoqdi, xarizmasi yoqdi, o'ziga bo'lgan ishonchi yoqdi, ko'rinishi yoqdi, bo'ldi. Lekin vaqt o'tgandan keyin bu qizda bu bolaga nisbatan qiziqishi yo'qolyapti. Bu bola o'ylashi mumkin. Biling, nima sababdan yo'qotayotgan ekan? Men chiroyimmi debmi? Yo'q.
Vроде бы boshida ham shunaqa ko'rinishda edim, hozir ham shunaqa ko'rinishdaman. Pulimmi debmi? Yo'q, vроде бы boshida ham pulim bor edi. 9 million oylik ishlardim, hozir ham 9 million oylik ishlayapman. Status debmi? Yo'q. Boshida ham xuddi shu tanish bilish bor edi, hozir ham xuddi shu tanish bilish bor. Lekin nima sababdan bu qiz menga qiziqishini yo'qotyapti degan savol berasizlar o'zingizga o'zingizlar. O'shanda men sizga aytaman. Bu bola bu qiz bilan munosabatda bo'lganda shunchalik darajada bu bolaga shu qiz yoqib qolgan, что hamma narsada bu qizni ko'yniga qarashga harakat qilgan. O'zi o'ylayotgan narsani gapirishga qo'rqqan, yo'q deyishga qo'rqqan, pastdan orqasidan yugurgan va o'zini kuchini yo'qotgan. Qizlar bu narsani ko'radi. Ha, bo'ldi. Bu bola qarochi mana kompot bo'libdi. O'zini kuchini yo'qotdi. Boshidagi bo'lgan bu bolada xarizma yo'q. Boshidagi bo'lgan unga o'ziga ishonch yo'q. Men nima qilaman bu bolani deydi. Agarda bu bola meni oldimda o'zini kuchsiz ko'rsatayotgan bo'lsa, qanaqasiga men o'zimni hayotimni bu bolaga ishonishim mumkin deydi. Bu narsa instinktivni keladi, tushunasizlarmi? Intuitsiya orqali bu narsani qizlar sezadi. Erkaklar bu narsani tushunmaydi. Ular o'ylashadiki, agarda qiz bolaning orqasidan ko'proq yugursam, ko'proq harakat qilsam, bu qiz mendan ketmaydi deb o'ylaydi. Lasharalar. Aynan ko'proq yuguradigan bo'lsangiz, ko'proq harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni kuchingizni yo'qotsangiz, o'zingizni hurmatingizni o'zingiz uchun yo'qotsangiz, shunchalik darajada yugursangiz, что siz o'zingizga o'zingiz yoqmaydigan darajada yuguradigan bo'lsangiz, mana shunda siz o'zingizni pozitsiyangizni yo'qotasiz va qiz bola qiziqishini, sizga bo'lgan nisbatan qiziqishini aynan shu uchun yo'qotadi. Va, конечно, u qizda sizga bo'lgan nisbatan qiziqishi yo'qolgandan keyin sizni oldingizdan ketadi. Ketsa ham qiz bola hech qachon prosta tak ketib qolmaydi. Mana men sizga garantiya beraman, hech qaysi qiz hech qachon prosta tak ketib qolmaydi. Ketadigan bo'lsa, значит, uni qaqqadir boradigan joyi bor bo'lgandan keyin, o'sha narsani tayyor qilib qo'ygandan keyin ketadi. Sekin ketadi, 1-2 oydan keyin bilasizlar, что bu qiz уже boshqasi bilan gaplashyapti. Hatto sizlarning oldinglardan ketishi boshlashidan turib, u qiz уже bilgan kim bilan gaplashishi. Qiz bola hech qachon pustoy joyga ketmaydi xullas. Ketsa ham kimdir oldiga ketadi. O'sha ketadigan odam уже tayyor turgandan keyin ketadi. Xo'p, ketdi. Lekin ko'pincha bola katta xato nimada qiladi deb so'rasanglar, men sizga aytaman. Qiz bola ketgandan keyin ko'pincha dojiklar, именно lattalar u qizni qaytarishga harakat qiladi. Storieslarini ko'radi, сообщениyalarni boshqatdan o'qishni boshlaydi, yalinadi, gul yuboradi, u haqida o'ylaydi. Bu tuparililar haqiqatan ham bu qizni shu orqali qaytaraman deb o'ylaydi. Afsuski hayotda bunaqa ishlamaydi. Yana bir marta gapiraman. Agarda sizlar haqiqatan ham qiz bolani qaytarmoqchi bo'lsangiz, bu narsalarni qilish eng aqlsiz ish. Bunaqa odamlarni men ko'pincha dojik deyman, lekin ular xafa bo'ladi. Tushunmayman nimaga xafa bo'lishadi. Bunaqa bolalar o'zini rivojlanishini, bu qizni mehrini hamda bunaqa dojiklar o'zini rivojlanishini qiz bolani e'tibori uchun sotadi. Bir xillari 1 oylab, bir xillari 6 oylab, bir xillari yillab ham qiz bolani orqasidan kuzatishni boshlaydi. U qiz уже boshqasi bilan yuribdi. Har xil ishlar qilib yuribdi, lekin bunga farqi yo'q. Bu o'zini aybdorlaydi. Может, men noto'g'ri ish qilgandirman. Может, bu zalotoy odamdir. Men noto'g'ri qilib qo'ydim, men bunday qilib qo'ydim, na samom dele unaqa emas edi deb o'tiradi. Tupoy odamlar haqiqatan ham shu narsani qiladi. Bu katta xato. Qiz bolani agar siz qaytarmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz o'zingizni kuchaytirishingiz kerak. Lekin bola o'zini kuchaytirish o'rniga butun hamma konsentratsiyasini va vaqtini qiz bolaga ketkazadi. Agarda sizlar birinchi o'rinda o'zingizlarni qo'yadigan bo'lsanglar, men sizga garantiya beraman. Mana sizlarga garantiya beraman, bu prosta gap emas. Meni gapimga prosta ishoninglar. 6 oy vaqt beringlar, 100% o'sha qiz sizlarning oldingizga qaytib keladi. 100% qaytib keladi. Lekin sizlarga 6 oydan keyin u qiz уже nahrin kerak emas bo'ladi. Lekin baribir qaytib keladi. Hayot qonuni shunaqa ishlaydi. Chunki u qiz sirazi sizlar xarizmanglarni, o'zingizlarga bo'lgan ishonchi, kuchni yo'qotdinglarmi? U qiz ko'radi, что o'sha kuchni, xarizmani qaytarib oldinglar. Sizlar unga yoqqan paytinglarda qanaqa bo'lganinglarni ko'rgan bo'lsa, hozir ham shunaqa sostoyaniyaga qaytganinglarni ko'radigan bo'lsa, u qiz уже o'ylaydi. Mabodo men xato qilib qo'ygandirman. Mabodo men nito ish qilgandirman. Может, qaytib kelish kerakdir. Может, odamni qaytarish kerakdir degan xayollarga boradi. Mana o'shandagina o'sha qiz sizlarning oldingizga qaytib kelgisi keladi. O'shandagina sizlar o'zingizlarning maqsadingizga erishasizlar. Lekin bitta narsani ham aytaman, u qizlarga nahrin kerak bo'lmaydi shu payt. Bu fakt. Потому что bunaqa kuchli bola o'ziga kuchini qaytargandan keyin, o'ziga xarizmasini, uverensini qaytargandan keyin undan dafiga zo'r bo'lgan qizlarni uchratadi. Mana men sizga garantiya beraman, meni hayotimda shunaqa bo'lgan. Ishoninglar,
100% informatsiya, 100% informatsiya. Ko'pincha bunaqa gaplarni eshitaman. Agarda puling bo'lsa, hamma saniki. Puling bo'lsa, hamma hurmat saniki. Puling bo'lsa, hamma qizli saniki. Agarda sizlar totalniy debil bo'lsanglar, haqiqatan ham shunaqa o'ylashinglar mumkin. Lekin men sizlarga bitta kichkina sekretni ochaman. Agarda sizlar tuppoy bo'lsanglar, sizlarning pulinglar hech qanaqasiga yordam bera olmaydi. Va qanaqadir xonaga kirsanglar, sizlarni hurmat qilishi bu sizlar uchun emas, sizlarning pulinglar borligi uchun hurmat qilish haqida gapiradi. Ularning единственный maqsadi bu sizlarni egiltirib, cho'mchaginglardagi pulni olib qo'yish, sizlar bilan foydalanish, tanish bilishinglar bilan, o'zingizlarning statusinglar bilan. Lekin bu haqiqiy hurmat deyilmaydi. Chunki birdaniga pulinglar yo'q bo'lsa, sizlar ularga nahrin kerak emaslar. Shuning uchun men har doim aytaman, birinchi o'rinda pul emas, birinchi o'rinda xarakter. Agarda sizlarning xarakteringlar bo'lsa, haqiqatan ham любой hurmatga ega bo'lishinglar mumkin. Bitta narsani bilinglar, pul e'tiborni tortadi, lekin haqiqiy hurmatni faqatgina xarakter tortadi. Aytishadi-ku, agarda sen tuppoy bo'lsang, lekin puling bor bo'lsa, sen просто puli bor tuppoy odamsan. Xaraktering bo'lsa, hammani hurmatini qozonasan. Va qanaqa qilib xarakterga ega bo'lishni ham men sizlarga videoda konkretni tushuntiraman. Xo'p, qanaqa qilib xarizma, qanaqa qilib o'ziga bo'lgan ishonchni qozonsa bo'ladi? Bu narsani ham qisqa sizlarga tushuntirib ketdik. Xarizma bu sizlarni baland gapirishinglar emas, chiroyli gapirishinglar emas, yoki o'zingizlardan boy odamni ko'rsatish emas, o'zingizlarga krutoy bo'lib ko'chada yurishinglar emas. Haqiqiy xarizma bu o'zingizlarni gapirgan gapingizga соответствовать qilishinglar. Mana bitta narsani aytdinglarmi, ertasi kuni o'sha narsani qilasizlar. O'zingizlarning gapinglar, o'zingizlarning qilayotgan ishingizga qarshi chiqmasligi bu haqiqiy xarizma bo'ladi. Har xil situatsiyalar bo'lgan. O'g'il bola o'ziga ishonib, o'zicha va shu krutoy bo'lib gapirishi mumkin. Lekin o'sha gapirayotgan gapiga oxirida javob bera olmaydigan bo'lib qolsa va o'sha javob bera olmasligini o'zi ham bilsa, bu narsa seziladi va boshqa odamlar ko'radi. Yoki bitta narsani va'da beradi-da, o'sha narsani qila olmasligini bilsa ham miyasida, hatto bu narsani ko'rsatmaydi, chiroyli gapiryapti, lekin qila olmasligini bilyaptimi, odamlar bu narsani sezadi. Odam disiplina haqida gapiryaptimi, lekin o'sha disiplinaga o'zi soblюдать qilmaydigan bo'lsa, bu narsa ham seziladi. Agarda odam o'zini boy qilib ko'rsatmoqchimi, lekin haqiqatan ham boy emasmi, bu narsa ham seziladi. Mana bu xarizmani umuman o'ldiradigan narsa. Va uverenniy gapirish o'zi bu xarizmasi bor degani emas. Xarizmaga faqatgina odam o'zi aytgan narsasiga соответствовать qilsa. Соответствовать qilish uchun просто o'ziga berilgan va'dalarni qilish kerak. Просто o'zi qo'ygan maqsadiga erishishga harakat qilish kerak va o'zini hayotidagi prinsiplariga следовать qilish kerak. Qisqacha aytadigan bo'lsak, xarizmasi bor odam har doim o'zini gapida turadi. Birovlarning fikri unga umuman qiziq emas. Gapirgan gapiga javob bera oladi va o'zini prinsiplariga ega bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonch yaxshi, lekin qanaqa qilib birovlarning fikrisiz, birovlarning fikridan qo'rqmasdan turib yashasa bo'ladi degan savolga javob men sizlarga beraman. Ko'pincha bolalar haqiqatan ham o'zini fikrini va o'zi aytmoqchi bo'lgan narsasini ayta olmaydigan bo'lib yurishadi. Chunki qo'rqishadi, odam nima deydi, ana nima deydi, mana nima deydi, mana meni kamsitishi mumkin, mana bunaqa deyishi mumkin deb qo'rqqanidan o'zini o'ylayotgan narsasini, gapirmoqchi bo'lgan narsasini gapira olmaydi. Lekin bitta narsa bor, bilinglar, что har doim nima qilmasanglar ham, nima demasanglar ham, har doim sizlarni kritikować qiladigan odamlar bo'ladi. Yaxshi narsa qilsanglar ham, yomon narsa qilayotganda gapiradi, yomon narsa qilsanglar ham, yaxshi narsa qilsa bo'ladi-yu deydi. Любойchasiga, любой ish qilsanglar ham baribir sizlarni har doim kritikować qiladigan odamlar bo'ladi. Mani blogimda ham xuddi shu narsa bor. Bir xil bolalar meni zo'r deydi, zo'r aka, rahmat kattakon, ko'p bilim beryapsiz deydi. Qolgan bolalar, jinniroqmisan, nima aqllichilik qilyapsan deydi. Aqllichilik qilmasam, shuncha mahorating bor, nimaga gapirmayapsan deydi. Tushunasizmi? Po-любому nima qilmasanglar ham odamlar har doim sizlardan norozi bo'ladi. Hech qachon unaqa bo'lmaydi, shu 8 milliard odam butun dunyo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, 8 milliard odam siz bilan bitta ish qilsangiz o'sha rozi bo'ladi degan narsa umuman yo'q. Siz даже kambag'al odamga yordam berayotgan bo'lsangiz ham, yaxshi kambag'alku o'shaning uchun yordam beryapti deydi. Lekin boshqasi odam kelib, bu lo'likus bu sani o'qiyapti, bu sani aldayapti, bu o'zi kambag'al emas deb, jinniroqmisan, undan ko'ra berayotgan narsangni boshqa narsaga bersang bo'lmasmidi deb gapiradi. To есть sizlarni har doim kritikować qiladigan odamlar bo'ladi. Hech qachon hammani ko'ngliga qarolmaysizlar. O'shaning uchun hech qachon o'zingizlarni yo'qotmanglar, o'zingizlar qilmoqchi bo'lgan narsalarni qilinglar, o'zingizlarning prinsipinglar bo'yicha yashanglar, o'zingizlar gapirmoqchi bo'lgan gapinglarni gapiringlar. Birovlarning fikri absolyutno sizlarga qiziq bo'lish kerak emas. Потому что keyinchalik birovlarning fikri bilan yashab, sizning hayotingizda nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa,
o'sha birovlarning fikri bilan yashagan odamlaringiz sizni oldingizga kelib sizga yordam bermaydi. Edisonda sizlarga yordam beradigan odam bu o'zingiz birinchi o'rinda. O'shaning uchun hech qachon o'zingizni sotmang. Birinchi o'rinda o'zingiz prinsiplaringizni va o'zingiz xarakteringizni, xohishingizni qo'ying. Bilasizlarmi, ko'pincha birovlarning fikri bilan yashaydigan odamlar har doim qulay odamlar bo'lib hisoblanadi. Boshqa odamlarga qulay odamlar yoqadi. Nima sababdan? Chunki qulay odamlar bilan foydalansa bo'ladi. Siz odamga yo'q deyishni bilmaysiz. Agar mamanda yordamlash bor, mamani qilib ber desa, prosta uni ko'nglini ranjitmaslik uchun o'sha narsa sizga yoqmasa ham o'sha narsaga qilishga rozi bo'lasiz. Lekin bu narsani qilib siz u odamning hurmatini qozonaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz tuppoysiz, haqiqatan ham xafa bo'lmanglar. Bu bor narsa. Men sizlarga do'st sifatida achitib gapiryapman. Bu narsa sizlarning chestiligiga tegish kerak emas. Bu narsa sizlarga tegayotgani sizlarning chestiligiga tegish kerak birinchi o'rinda. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlar birovlarning ko'yniga qarab, men uni hurmatini qozonaman, u meni hurmat qiladi, keyingi safar menga yordam beradi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, hayotda unaqa ishlamaydi. Sizlarda ham 100% shunaqa situatsiya bo'lgan, men bilaman. Qanaqadir odamga yordam berasizlar-da, 10 ta yordam qilganingizdan keyin bitta neto ish qilib qo'ysanglar, o'sha odam sizlarni baribir yomon ko'rib qoladi. Keyin o'tirasizlar, biling deysizlar, men shuncha yaxshilik qilganman. Nima sababdan? Bitta dona xato ishim uchun bu hozir odam men bilan bunaqa gaplashyapti. Потому что bu odam sizlar bilan foydalangan. U odamga plivat siz nima qilyapsiz, qanaqa qilyapsiz. U odam prosta u xohlayotgan narsani qilib bersanglar bo'ldi. Sizlar prosta komfortli odamsizlar. Va aynan shu uchun ham komfortli odamlarni hech qachon hurmat qilmaydi. Haqiqatan ham hurmat qiladigan, haqiqatan ham qo'rqadigan odam bo'lish uchun birinchi o'rinda odamlarga yo'q deyishni o'rganish kerak. Endi u narsani qanaqa o'rganamiz desanglar, men sizlarga uni haliroq tushuntirib beraman. Yo'q deyishdan qo'rqishadi. Endi u narsani bilmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga aytaman. Nima sababdan o'zi ko'pincha erkaklar yo'q deyishdan qo'rqadi? Потому что ular o'zini yomon odamdek his qilishadi. Mana misol uchun qanaqadir odam yordam so'rayaptimi, u odamga siz yordam bergingiz kelmayapti misol uchun. Kiyimingiz kir bo'lishi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Yordam bergingiz kelmayapti, o'sha ishni qilgingiz kelmayapti, lekin siz qo'rqqaningizdan yo'q deyish o'rniga ha deb qo'yasiz. Sababi nimada? Chunki uni ko'zida siz yomon ko'ringiz kelmaydi. Sizlarning xayolingizda agarda men bu odamga hozir yo'q deb qo'ysam, bu odam meni yomon deb o'ylashi mumkin, yoki qanaqadir gunoh ish qilib qo'yishim mumkin, yoki neto ish qilib qo'ygan bo'lishim mumkin. Yo'q, absolyutno yo'q bolalar. Sizlar noto'g'ri ish qilasizlar agarda sizlar o'zingizlarni xohlamagan ishinglarni qiladigan bo'lsanglar. Xo'p, tasavvur qiling, qanaqadir odam sizdan yordam so'rab kelyapti. Siz unga yo'q deyish o'rniga xo'p deyapsizda, yordam berishga harakat qilyapsiz, lekin bu ishni qilgingiz kelmayapti. Bu odamga seziladi. Tushuninglar, odamlar yon atrofinglardagi odamlar to'poy emas. Seziladi. Agarda siz haqiqatan ham yordam bermoqchi bo'lsangiz, u odam yordam sifatida siz qilayotgan ishingizni qabul qilishini xohlayotgan bo'lsangiz, siz u ishni xohlab qilishingiz kerak. Lekin siz xohlamasdan qilayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni hurmatingizni yo'qotasiz. Birinchi o'rinda, потому что odam tushunadi. Bu xohlamasdan qilyapti, lekin baribir yo'q deyishga qo'rqyapti. Mayli, pofik, ishlayversa, keyingisida ham zato foydalanaman bu odam bilan deydi. Tushuninglar, yo'q deyish bu yomonlik emas. Naborat, ha deb o'zini xohlamaslikka olib kelish, to есть o'zini xohlamasdan turib ha deyish, mana shu narsa yomon demoqchiman. Tilim aylanib qoladi. Keling endi pul masalasiga o'tamiz. Qanaqa qilib odamlar ko'proq harakat qilmasdan turib 2, 3, 4x ko'proq pul topishni boshlaydi? Hamma gap harakatda emas bolalar. Hozirgi zamonda ko'p harakat qilish kerak emas ko'p pul topish uchun. Chunki shunaqa odamlar bor, ofisda o'tirib turib 20-30 million dollar topishi mumkin. Грубо говоря. Shunaqa odamlar bor, dalada yer chopishadi, issiqda ertalabdan kechgacha 18 soatlab, 16 soatlab ishlashadi, lekin topadigan puli bir oyga bemalol yetishi mumkin maksimum. Nima qilsa bo'ladi desanglar, men sizga aytaman. Hozirgi zamondagi tendensiyalarga qarash kerak. Hozirgi zamonda eng kuchli bo'layotgan narsa bu nima? Bu marketing hamda sun'iy intellekt. Ipaka bunaqa imkoniyat borligida o'sha imkoniyat bilan foydalanish kerak. Bilasizlarmi? Har doim birinchi o'rinda birinchi bo'lib boshlagan odam katta pul topadi. Mana misol uchun Bitcoin paydo bo'ldi. Kriptovalyuta. Kriptovalyuta paydo bo'lgandan keyin ko'plar bu narsaga ishonmadi. Lekin o'sha kriptovalyuta bilan birinchi shug'ullangan odamlar hozirgi zamonda juda boy. Endi qanaqa odamligini, ism familiyalarini men bilmayman, men bu narsaga qiziqmaganman. Lekin men prosta bu narsaga uverinman, что Bitcoin bilan haqiqatan ham kriptovalyuta bilan shug'ullangan birinchidan bo'lgan odamlar по-любому boy. Instagramdagi blogerlarni gapiradigan bo'lsak-chi, даже O'zbekistondagi karantin paytida boshlagan blogerlar hozir necha mingdir dollarlarni topyapti. Bu narsa ham sekret emas. O'zingizlar ham прекрасно bilasizlar. 5000 dollar ular uchun juda kichkina pul, 10000 dollar ham kichkina pul. Ular kamida 20000 plyus topishadi. Nima sababdan? Потому что ular blogerlikni именно eng avji paytda boshlagan. Birinchilardan bo'lib boshlashgan.
Endi esa hozirgi zamonimizga sun'iy intellekt kelyapti va sun'iy intellekt hozir eng svejiy tema. Sun'iy intellekt bilan birinchi shug'ullangan odam hozir haqiqatan ham katta pul topishi mumkin. Chunki butun dunyoda hozir sun'iy intellekt kuchayyapti va hammamiz bilamiz kelajak va bu sun'iy intellekt orqasida. Hozirgi zamongacha ham даже boshqa davlatlarni aytadigan bo'lsak ham, odamlarni bo'shatib yuborib, ularning o'rniga уже sun'iy intellekt o'tiryapti. Odamlarni уже sun'iy intellekt almashtirib qo'yyapti. Uni o'rnini bosa olyapti. Hozirgi zamonda faqatgina sun'iy intellektni ishlatishni biladigan odamlar haqiqatan ham katta pul topishi mumkin. Qanaqa qilib bu narsani qilamiz desangiz, videoning oxirida men sizlarga gapiraman. Tushuntirib o'taman sun'iy intellektdan qanaqa pul topishni. Va hammamiz bilamiz, ko'pchilik odamlarda maqsadlari bilan katta muammo bor. O'ziga katta maqsad qo'yishadi, lekin u narsaga erisha olmaydi. Hop, qanaqa qilib bizni to'g'ri maqsad qo'yib, o'sha narsaga erishsak bo'ladi degan savollarga men javob beraman. Bitta narsani bilinglar, har bir odam qanaqadir o'ziga maqsad qo'yayotgandan keyin u o'zining maqsadiga ishonish kerak. Bu narsaga erishishiga ishonish kerak. Bu degani u maqsad uchun qanaqa jertvalarga borishini bilish kerak, qanaqa qiyinchiliklardan o'tishini bilib, o'sha qiyinchiliklarga mentalni tayyor turish kerak. Lekin ko'pincha bolalar hammasi emotsiyaga berilib katta maqsad qo'yishadi, lekin haqiqatan ham o'shanga erishish uchun определенный yo'llardan o'tish kerakligini tushunib yetmaydi va qanaqa narsalarni yo'qotish kerakligini tushunib yetmaydi va bu narsaga tayyor turmaydi. Lekin maqsadi turadi va aynan shu uchun ham o'sha maqsadlarga erishmaydi. Meni sizlarga beradigan maslahatim, agarda sizlar katta maqsadga hali erishishingizga ishonmayotgan bo'lsanglar yoki o'sha erishmoqchi bo'lganingizda o'sha yo'lidagi qiyinchiliklarga tayyor bo'lmasanglar, undan ko'ra katta maqsad qo'ymanglar. Kichkina maqsaddan boshlasangiz ham bo'ladi. O'sha katta maqsadga erishsa ham bo'ladi, lekin kichkina maqsaddan qo'yib kelib boshlasangiz ancha qulayroq bo'ladi. Kichkina maqsadni qo'yasizlar, o'shanga erishasizlar. Chunki u kichkina, unaqa qiyin emas. Unga erishganingizdan keyin yana erishasizlar, yana boshqasiga erishasizlar, yana boshqasiga erishasizlar. Qarasanglar, o'sha katta maqsadingizga yaqin bo'lib qolasizlar. Mana bu sizlarga aynan maqsadlarga erishish bo'yicha life hack. Haqiqatan ham hammaga yordam beradi, menga ham bu narsa katta foyda bergan. Mana shu paytgacha ham shuncha narsani sizlarga tushuntirdim bolalar. Lekin bu narsa mingdan biri ham emas. 10 mingdan biri ham emas. Men sizlarga bor narsani gapiryapman. Bilimlar juda ko'p, aytib beradigan narsam ham juda ko'p. Gapiradigan bo'lsam, bunaqa yarim soatlik darslarni men kerak o'zi 10 ta, 15 ta, 100 talab yozishim mumkin. Потому что gap tugamaydi. Bilasizlarmi? Meni o'zimni undan oldin Bossroom degan kanalim bor edi. Afsuski hozir u kanal yopildi. Потому что u kanal как испытательный личный o'zim uchun va Bossroom kanalida 250 tadan oshiq odamni qabul qilganman. O'sha Bossroom kanalim o'zida ham darsliklar bo'lgan, bolalar ko'p narsani o'rgandi. Natijalarida mana ko'rsanglar bo'ladi, men полностью kommentariyalarni chiqaraman. Menga haqiqatan ham men aytganimdan keyin meni gapimga quloq solib qilgan bolalar juda ko'p bo'ldi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi. Qizlar bilan qanaqa gaplashishni bilmaydigan bolalar bor edi. Mas'uliyatini to'g'rilolmaydigan bolalar bor edi. Jismoniy tanasini to'g'rilolmaydigan bolalar bor edi. So'zga qiz bolaga gapirishga qo'rqqan, kimgadir yo'q deyishga qo'rqqan yoki biznes partnyorlar bilan gaplashishni bilmaydigan, odamlardan uyaladigan, muloqot qila olmaydigan, tanish bilish orttira olmaydigan bolalar tiqilib yotuvdi. Va bunaqa muammosini hal qilgan bolalar o'tdan faqat bitta, 10 talab, 10 tadan oshiq edi ham. Haqiqatan ham chunki meni gapimni quloq solib qilgan. Chunki boshqa bolalar ham bu narsani eshitib, kibri poзволять qilmasligi mumkin u narsani qilishi. Shuning uchun ko'p bolalar meni aytganimni qilmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin haqiqatan ham meni aytganimni qilgan bolalar natijaga erishgani bu fakt. Qo'ygan skrinlarimni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bular hammasi doказательство, bular hammasi bor odamlar. Hech qanaqa podstavno yoki tanish bilishim emas, absolyutно. Men bunaqa jinnicha, geyski ishlarni qilmayman. Xo'p, keling endi men hozirgi yangi programmam haqida sizlarga biroz informatsiya berib o'taman. Hozir hamma gaplashgan narsalarimiz bu xolva. Programmaning ichida undan ham dahshat narsalar bo'ladi. Agarda shu videoning o'zida shuncha informatsiya bergan bo'lsam, bizani 40 kunlik reabilitatsiyamizda aynan erkaklar jamiyatida 100% undan ham dahshatli informatsiyalar bo'ladi. U yoqqa kirgan odam 180 gradusga o'zgarishi bu garantiya bo'ldi. Haqiqatan ham garantiya. Bizning maqsadimiz bitta qanaqadir o'zini eplolmayotgan, yo'lda adashib qolgan yoki o'zini kuchaytirmoqchi bo'lgan xarizma, uverенность, munosabat, muloqot hamma mana shu aspektlarni kuchaytirmoqchi bo'lgan bolalarni yig'ib, o'sha yerda 180 gradusga o'zgartirish. Gruppaning ichida aynan ushbu erkaklar jamiyatining ichida 3 ta kurator bo'ladi. Bittasi bu sport bo'yicha sport trener bo'ladi, konkretno professionalniy,
o'zini sertifikatlari bor trener bo'ladi. Har bir uchastnik bilan, har bir ishtirokchi bilan bittalab gaplashib chiqadi. Kimga jismoniy tanasini kuchaytirish kerak bo'lsa, mana keyin kiyganinglarda iloji bo'lsa ideal darajada o'tiradigan sostoyaniyagacha xullas shu trener sizlarni olib keladi. U sizlarga uyga vazifalarni beradi, uyga vazifani tekshiradi. Undan tashqari kimgadir vazn tashlash kerak bo'lsa, vazn tashlashni o'rgatadi dieta orqali, kimgadir yig'ish kerak bo'lsa, yig'ishni ham o'rgatadi. Butunlay hamma instruksiyani sizlarga beradi. Ikkinchi kurator, конечно же, bu men. Biznes, muloqot, xarizma, munosabat, itagdalik hamma narsani men sizlarga o'zim tushuntiraman. Kunlik darslar qo'yiladi. 40 minut, 30 minutdan bo'ladi. U yoqda hech qachon Instagramda eshitgan ma'lumotlarni eshitmaysizlar. Chunki u yoqdagi hamma barcha ma'lumot yangi ma'lumot bo'ladi. Svejiy, haqiqatan ham o'zim hamma bilgan bilimlarimni sizlarga beraman. Undan tashqari men sizlar bilan u yoqda muloqot qilaman, jonli efirlar ham bo'ladi. Xudo xolasa nasib qilsa ko'rishishimiz ham mumkin. Chunki men o'zim hamma o'sha ishtirokchilarni yig'ib Toshkentda iminda ko'rish niyatim bor. Va uchinchisi esa bu sun'iy intellekt orqali pul topish. Men sizlarga undan oldin aytib o'tdim. Sun'iy intellektdan haqiqatan ham hozirgi paytda pul topsa bo'ladi. Qanaqa qilibligini agarda siz umuman sun'iy intellektni tushunmasangiz ham bo'ladi. Qanaqa qilib 0 dan boshlab 100% gacha daromadga chiqishni men sizlarga o'rgataman hamda tushuntiraman. Men emas, boshqa kurator, to есть adashdim. Yana bitta kurator bo'ladi, sun'iy intellekt bo'yicha ular sizga butunlay uyga vazifalarni berib, tekshirib, xudo xolasa sizlarni daromadga olib chiqish maqsadida bo'ladi. Kim uchun bu guruh umuman to'g'ri kelmaydi? Agarda sizlar shu odamni toifasiga kirayotgan bo'lsanglar, umuman bizga yozmasanglar ham bo'ladi. To'g'ri kelmaydigan odamlar, agarda sizlar qanaqadir sehrli tabletkani qidirayotgan bo'lsanglar, yoki bitta nimadir eshitib qolib aqllilashib qolaman, yoki bitta ko'rib aqllilashib qolib hamma narsani tushunib olaman deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bu guruh sizlar uchun emas. Потому что har bitta qiyinchilikning orqasida harakat bor. Agarda siz haqiqatan ham qimmatbaho informatsiyaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ko'p narsani bilmoqchi bo'lsangiz, ozgina vaqt kerak bo'ladi va aynan shu uchun ham meni reabilitatsiyam 40 kun davom etadi. 40 kun davomida biz sizlarni boshqa darajaga olib chiqish niyatimiz bor. Lekin sizlar men 40 kun chidolmayman yoki-da yo'q, men bu guruhga kira olmayman, men pul ketkizgim kelmayapti, undan ko'ra yoqqa borib lavashga ketkizaman yoki undan ko'ra yoqqa borib sigaretga ketkizaman deyotgan bo'lsanglar, пожалуйста. Bu guruhim absolyutno sizlar uchun emas. Men sizlarni o'zim bu guruhda ko'rish niyatim yo'q. Sababi menga unaqa latta bolalar kerak emas. Chunki nimaga desanglar, men sizga aytaman, u guruhda men haqiqatan ham o'zini ustida ishlaydigan bolalarni yig'ish niyatim bor. Bir-biriga yordam beradigan, birga muloqot qilib qanaqadir biznes ochadigan darajagacha chiqaradigan bolalarni yig'ish niyatim bor. Lekin agarda sizlar konkretni sigaretinglar yoki lavashinglar yoki-da ko'proq kompyuterning o'yininglar qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bolalarning orasida sizlar bo'lishinglarni men ham xohlamayman. Shuning uchun unaqa bolalar bo'lsa, iloji boricha qo'shilmaganinglar yaxshiroq. Bizning o'tda darslarimiz qanaqa o'tadi deb so'rayotgan bo'lsa, men sizga aytaman, darslarimiz A dan Y gacha bo'ladi. To есть birinchi bo'lib erkak kishiga nima именно важный bo'lsa, o'sha narsalar tushuntirilib o'tib, sekin oxirigacha olib boramiz. Eng qizig'i, har bitta dars bir-biri bilan bog'langan bo'ladi. Misol uchun, o'tda mas'uliyat bo'lsa, mas'uliyat munosabat bilan, munosabat pul bilan mana shunaqa bog'lanib ketadi. Hammasini pay-etapda tushuntiriladi. Haqiqatan ham agarda sizlar 40 kunning ichida o'zgarish olmagan bo'lsanglar, hech qanaqa men sizlarga garantiya beraman, pulinglar qaytarib beriladi. Va nimaga aynan hozir harakat qilish kerak, xariroq emas. Sababi bitta. Qachongacha sizlar har bitta ishinglarni ertaga qilaman, indinga qilaman deb qoldiraverasiz. Mana to'g'risini aytinglar. Millionta odamlar bor, ertaga qilaman, bir kundan keyin qilaman, bir haftadan keyin qilaman, bir oydan keyin qilaman deb haligacha, mana 20 yoshgacha, 30 yoshgacha haligacha o'sha ishini qilmagan. Sababi nimada? Потому что sizlarning qilayotgan ishinglar faqatgina o'zinglarni aldashinglar. Agarda sizlarning haqiqatan ham niyatinglar bo'lganda, sizlar davno qilgan bo'lardinglar. Bu narsa ham xuddi shunaqa narsa. Sizlar hozir keyin olaman, ertaga olaman, keyingi oy olaman. Olmaysizlar. Bundan ko'ra вообще umuman o'ylamay qo'ya qolinglar bu narsani. Chunki haqiqatan ham o'zgarmoqchi bo'lgan odam hozir qiladi. Mas'uliyat imini mana shunaqa payt tekshiriladi. Mana shunaqa paytdan boshlanadi. Shuning uchun agarda siz mas'uliyatni olishni umuman bilmaydigan odam bo'lsangiz, guruhimda men sizni ham kutmayman shundoq. Agarda siz shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bitta qarorga kelishingiz kerak. Yoki siz haqiqatan ham hozir notebookingizni yoki telefoningizni o'chirib qo'yasizda, o'zingizni yashayotgan hayotingizni hech nima o'zgartirmasdan dalshi yashaysiz. Yoki-da o'zingizni kelajagingizga hatto bir zarracha bo'lsa ham, hatto bu zarracha emas, bu juda katta o'zgarish. No,
zarracha bo'lsa ham o'zgartirishni kirgizasizda, kelajakda juda katta natijalarga erishishingizga aynan shu qilayotgan qaroringiz sababchi bo'lishi mumkin. Потому что hozirgi kunda hamma bo'layotgan narsamiz bu qachondir qilgan tanlovimizning natijasi. Hozirgi qilayotgan tanlovimiz bu bizani kelajakda bo'ladigan narsalarimizni, bizani natijamizni ishodi. Agarda sizlar haqiqatan ham mas'uliyatliroq, muloqotda zo'r gapirib tashlaydigan, odamlar bilan kelishib ketadigan, odamlarga yo'q deb hurmatini joyiga qo'yadigan, latta pozitsiyada absolyutni hech qachon bo'lmaydigan, qizlar bilan to'g'ri muloqot qilishni biladigan, psixologiyani tushunadigan, jismoniy ta'nani kuchaytiradigan, pul topadigan odam bo'lmoqchi bo'lsangiz, shuncha plyuslar bor. Unaqada 40 kunlik erkak jamiyatimiz siz uchun. Narxi haqida so'raydigan bo'lsanglar, men sizlarga aytaman, narxi atigi arzimagan $100. Kimdir qulog'i uchun bu ko'p eshitilishi mumkin, lekin men sizlarga javob beraman, bu absolyutni kichkina summa. Absolyutni kichkina summa. Chunki hozir sizlar jismoniy ta'na bo'yicha trener olaman desanglar ham plus minus $100 chiqadi. Figня. Absolyutni kichkina summa. Men bitta guruhi ichida sizlarga jismoniy ta'na bo'yicha, munosabat bo'yicha, psixologiya bo'yicha, xarizma bo'yicha, uverенность bo'yicha, muloqot bo'yicha hamda sun'iy intellekt bo'yicha darslarni beryapman. Sizlar $100 ga даже sun'iy intellekt bo'yicha darslarni ham hozir sotib ololmaysizlar. Normalniy darslarni. O'shaning uchun bolalar men sizlarga hozir 3 tasi birdaniga yig'ilgan bitta jamiyatni taklif qilyapman. Va bu jamiyatda eng asosiysi nafaqat darslar, undan tashqari o'sha jamiyatdagi odamlar tanish bilish, tanishishlar ancha osonroq bo'lishi. O'shaning uchun bu summa absolyutni nikchomniy summa. To'g'risini aytadigan bo'lsak. Agarda sizlar kirmoqchi bo'lsanglar, hoziroq pastga o'tasizlar. Pastda link qoldirganman, o'sha linkka bossanglar, avtomatik sizlarga bonus dars beriladi. Va undan tashqari sizlarga aynan guruhga kirish uchun taklifnoma beriladi. Qiladigan ishinglar faqat o'z qo'lingizda.